Beknazarova Kamila Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan IT maktabning 10-sinf o'quvchisi hamda hozir men 15 yoshdaman. 11 tadan oshiq startap va sotsial loyihalarga egaman va ulardan yuzlab yoshlar, kichik bolalar, qizlar va umuman hamma hozirda foydalanib kelishyapti. Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan xalqaro ayollar kompetitionida meni loyiham Care of Children yutib chiqdi va birinchi o'rin oldik. 7 ta loyiham bor. Ushbu loyihalar ustida men va mening jamoam ishlab kelyapmiz va keyinchalik o'zim shunaqa maqsadim va orzum bor. Silicon Valley, ya'ni AQShda bo'lgan innovatsion valleyda o'zimni startapimni kombinatorga o'xshagan joylarda ishga tushirish va o'sha yerda endi ko'proq masshtabliroq global loyihalarni o'zim qilish va shu bilan odamlarga yordam berishdir. Shu paytdan beri biz 45 dan ortiq loyiha, ta'limiy loyihalar va konferensiyalarni ishga tushirdik. Ularga juda ham ko'p yoshlarni jalb etdik, ya'ni 7000 dan ortiq yosh qizlarni jalb etdik. Bundan tashqari biz Apple, Amazon va shu kabi Big Four kompaniyalar bilan birgalikda hamkorlik qilib, qizlar uchun, o'zbek qizlari uchun imkoniyatlar topishga yordam beramiz. Germaniya, Italiya, O'rta Osiyo, Xitoy, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ta'limiy loyihalarda qatnashganman. Women's Alliance of Stand on Humanities'da ham o'zimni sun'iy intellekt hamda nevrologiya sohasida tadqiqotimni o'tkazdim. Orzu qilaman, ya'ni Stanford, MIT, Caltech kabi universitetlarda o'qimoqchiman. Ko'p qizlar uyaladi yoki qo'rqadi. Hech qachon qo'rqmanglar va aynan yangi narsalarni tajribaga ega bo'lish, yangi narsalarni o'zini karyerani qurish, qo'rqmaslik, chunki vaqt bor va ushbu vaqt bilan foydalanganda ITmi, marketingmi yoki umuman fan sohalarini o'zini yo'lini topishga undagan bo'lardim. Ya'ni o'zini qiziqishlaridan kelib chiqib karyerani qurish maslahat berardim, chunki ko'plar qiziqib bo'lmagandan keyin 5 yildan keyin tashlab qo'yishadi. Qizlar esa aynan sohasini topib, ideal sohasini topib, ushbu sohada raqobatbardosh bo'lishni, o'zini rivojlantirishni maslahat berardim. Assalomu alaykum. Men Beknazarova Kamila Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan IT maktabning 10-sinf o'quvchisi hamda hozir men 15 yoshdaman. Bundan tashqari Women in Tech va Technovation kabi xalqaro hamjamiyatlarda yoshlar elchisi va studentlar elchisi sifatida volontyorlik ishimni olib boraman. Qachon va qanday qilib texnologiya sohasiga qiziqib qoldingiz? O'zi texnologiya va STEM sohasida 11 yoshimdan beriman. Ya'ni aynan shu maktabga kelib va Technovation kabi competitionlarga kirib, o'zimni IT sohasidagi qanaqasiga qilib real muammolarni yechish mumkin degan savol o'zimga keldi va o'sha paytda birinchi bo'lib Python nimaligini tushundim va aynan Python orqali ekologiyaga mo'ljallangan приложение yaratdik. Men va mening jamoadoshlarimiz o'sha paytdan beri men o'zimni KB Lab, ya'ni texnologik innovatsiyalar laboratoriyasini yo'lga tushirdim va o'sha paytdan beri 11 tadan oshiq startap va sotsial loyihalarga egaman va ulardan yuzlab yoshlar, kichik bolalar, qizlar va umuman hamma hozirda foydalanib kelishyapti. Aynan o'zingiz yaxshi ko'rgan bir loyihalaringiz, startaplaringiz haqida gapirib bering. Meni eng yaxshi ko'rgan loyiham bu Care of Children, ya'ni bu bolalarga mo'ljallangan loyiha. O'zi 8 dan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar ushbu loyiha, ya'ni mobil ilova orqali o'ziga birinchi yordam va shunaqa vaziyatlarga tushib qolsa, qanaqasiga o'zini tutish kerak. Misol uchun, uyda yong'in biroz bo'lsa va yong'in boshlanib qolgan bo'lsa, yokida suv bilan qanaqadir muammolar yoki biroz qolib ketib qanaqadir boshqa muammo bo'lgan va aynan mana shu mobil ilova orqali kichik bolalar misol uchun qanaqasiga suzish, qanaqasiga o'ziga birinchi ovqat topish, suv qanaqasiga tozalash va shunga o'xshagan juda ham kerak birinchi yordam va shunga o'xshagan informatsiyaga ega bo'lishadi. Ya'ni qanaqasiga bu real life scenario, ya'nida real hayotda qanaqasiga o'zlari qilishardi ushbu vaziyatni video roliklar orqali, infografiklar orqali va umuman tekst orqali ular shu ma'lumotga ega bo'lishi mumkin va keyinchalik shu foydali ma'lumot bilan o'zini qutqara oladi. Bu loyihangiz hozir qanaqa bosqichda? Qayerlarda qatnashdingiz bu loyiha bilan? Bu loyiha hozir 3 yil bo'lyapti. 3 yildan beri o'zim web
va web platforma va mobil ilovasini kodlab yaratdim va undan tashqari bu yili, ya'ni 2025-yil dekabr oyida Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan xalqaro ayollar kompetitionida mani loyiham Care of Children yutib chiqdi va birinchi o'rin oldik va oltin mukofotga sazovor bo'ldik. Bu juda ham katta yutuq bo'ldi men uchun, chunki nafaqat shunaqa oltinga o'xshagan mukofotlar, balkim yuzlab kichik bolalar aynan shu mobil ilova orqali o'ziga foyda ko'rishgan va shunaqa vaziyatlarda o'zini endi qanaqasiga qilib ko'rsatishni bilishadi va bu meni shunaqa aytsam bo'ladi, yuragimni tinch qiladi, chunki endi bolalar aynan meni ilovam orqali shunaqa foydali ma'lumotlarga ega bo'lishdi va o'zini qutqarib olishadi. Hozir bu loyihangiz qayerda ishlayaptimi? Hozir loyiha mavjud. Play Marketga chiqaramiz, xudo xohlasa. Hozir menda iOS va Android versiyalari mavjud. Tayyorlayapsiz, ishlayapsizlar, ya'ni mukammal mavjud, ha. Endi Play Market va App Store ga chiqarmoqchimiz. Demak, kelajakda shu startaplaringizni rivojlantirib, aynan shu sohada bormoqchisiz. O'zi juda ham ko'p proyektlarim bor. Care of Children tashqari Avayla AI, ya'ni media savodxonlik va kiberbullyingni to'xtatadigan loyiha. Undan tashqari Eco Control, ya'ni ekologiyaga bo'lgan ta'limni oshirish va shunga o'xshagan yana 7 ta loyiham bor. Ushbu loyihalar ustida men va mening jamoam ishlab kelyapmiz. Ularga har biriga web yoki mobil platformalarni yaratib, o'zimiz Technovation, Global AI Hackathon kabi hackathon va competitionlarda qatnashib, ishtirok etib, o'rinlarni olib kelyapmiz va loyihamizni yanada ham rivojlantirmoqchimiz. Va keyinchalik o'zim shunaqa maqsadim va orzum bor. Silicon Valley, ya'ni AQShda bo'lgan innovatsion valleyda o'zimiz startapimni va kombinatorga o'xshagan joylarda ishga tushirish va o'sha yerda endi ko'proq masshtabliroq global loyihalarni o'zim qilish va shu bilan odamlarga yordam berishdir maqsadim. Bu startap g'oyalari sizga qayerdan keladi? G'oyalar har xil. Bilsangiz, BMTning Sustainable Development Goals bor, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadlari. Ushbu maqsadlarga qarab ilhom olish mumkin. Undan tashqari har kuni juda ham ko'p muammolarga duch kelamiz. Misol uchun, meni o'rtog'im kiberbullyingga duch kelgan va shu vaziyatni ko'rib qolib, o'zim juda ham achinarli holga tushdim. Ya'ni nimaga endi qizlar o'zi sotsial tarmoqlarda nimadir qo'yishsa, ularni ustidan kimdir kuladi. Yoki-da nimaga qizlar shuni bilib turib, o'zini his qilib, bu legal emasligini tushunishmaydi. Ya'ni bu bizning konstitutsiyamizga to'g'ri kelmaydi, ya'ni qonunbuzarlik va ushbu real muammo, chunki qizlar tushunmaydi yoki-da qo'rqishadi. Va ushbu muammo menga shu ideyani berdi, ya'ni balkim biz platforma orqali qizlar va yoshlarni o'qitsak, ular yanada ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishadi va o'zlarini internet, ya'ni net sohasida qanaqasiga o'zini himoya qilish oladi, qonun haqida bilishadi va umuman sotsial tarmoqlarda o'zini himoyalangandek his qilishni boshlashadi deb o'ylayman. Va shunga o'xshagan juda ko'p g'oyalar kelishadi har kuni yoki-da shunaqa SDG ga o'xshagan kompaniyalar orqali topaman. Siz Women in Tech O'zbekiston yoshlar elchisi sanalasiz, to'g'rimi? Bu siz uchun nima degani o'zi? O'zim Women in Tech hamjamiyatiga 14 yosh bo'lganda qo'shilganman. Ya'ni globalniy direktorimiz Toshkentga birinchi marta kelganlarida meni ko'rib qolib, ular bilan tanishganmiz va qo'shilganman. O'sha paytdan beri men Women in Tech orqali juda ham ko'p loyihalar, ta'limiy dasturlar va o'xshagan konferensiyalarni o'tkazganman va shu 2025-yil meni yoshlar elchisi deb qo'yishgan, ya'ni yoshlar bilan ishlashga mas'ulman. Shu paytdan beri biz 45 dan ortiq loyiha, ta'limiy loyihalar va konferensiyalarni ishga tushirdik. Ularga juda ham ko'p yoshlarni jalb etdik, ya'ni 7000 dan ortiq yosh qizlarni jalb etdik va aynan yoshlar elchisi sifatida men o'zimning seriyalarim bor, ya'ni Youth Meetup Series. Yoshlar uchrashadi va u yerda o'ziga karyerani qanaqasiga tanlashni, STEM o'zi qanaqasiga ularga yordam bera oladi, IT sohasida qizlar qanaqasiga o'zini joy topishi mumkin va shunga o'xshagan savollarga javob
berilgan. Undan tashqari biza Apple, Amazon va shu kabi Big Four kompaniyalar bilan birgalikda hamkorlik qilib, qizlar uchun, o'zbek qizlari uchun imkoniyatlar topishga yordam beramiz. Ya'ni STEM, fan, texnologiyalar, muhandislik, matematika va san'at kabi sohalarda o'zlarini qanaqasiga rivojlantirisha oladi, shunga o'xshagan ta'limiy loyihalarni qilaman. Va undan tashqari yoshlar elchisi sifatida 2025-yil oktyabrda Qozog'istonda Olma-Otada o'tgan Women in Tech Caucasus and Central Asia Awards'da O'zbekiston delegatsiyasi a'zosi bo'lib, o'sha yerda O'zbekistonni namoyon etib keldik va undan tashqari bizning o'zbek ayolimiz ham yutib o'tgandan keyin Fransiyada Women in Tech Global Awards'ga ham biz taklif etildik. Aynan Women in Tech Global Awards'dagi pre-eventda École de Pont Business School, ya'ni universitetda bo'lib o'tgan yoshlar panel sessiyasida o'zbek qizlarining aynan STEM, sun'iy intellekt va IT sohalarida bo'lgan qiziqishlari, tajribalari va umuman loyihalari haqida so'zlash sharafiga ega bo'ldim. Undan tashqari Fransiyaning senatida bo'lib o'tgan aynan Women in Tech Global Awards'da ham o'zbek va Markaziy Osiyo regionini ham namoyon etish imkoniga ega bo'ldim. Bugungi kunda o'sha ta'limingiz, ilmingiz orqasidan bir nechta davlatlarga borib kelgansiz, to'g'rimi? Hozir sanab o'tgan davlatlaringizdan boshqa davlatlarga ham borganmisiz? Ha, undan tashqari o'zi ko'p davlatlarga ota-onasiz borish mumkin emas, hali 18 ga to'lmaganim tufayli. O'shaning uchun men ko'proq virtual qatnashishga harakat qilaman. Ya'ni AQSh, Germaniya, Italiya, O'rta Osiyo, Xitoy, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ta'limiy loyihalarda qatnashganman. Misol uchun AQShda juda ham ko'p loyihalarda qatnashib, o'z salohiyatimni oshirdim, tadqiqotlar o'tkazdim va misol uchun Women's Alliance of STEM on Humanities da ham o'zimni sun'iy intellekt hamda nevrologiya sohasida tadqiqotimni o'tkazdim. Ya'ni qanaqasiga qilib Python orqali inson miyasini boshqarish yokida Alzheimer va shunga o'xshagan kasalliklarni qanaqasiga qilib texnologik yechim topish mumkin kabi savollarga javob topdim va tadqiqot o'tkazdim. Молодец. Kamila, mana yirik hamjamiyatlarda yoshlar bilan ishlash bo'yicha yetakchi sanalyapsiz. Bugungi kunda bu tabiiyki sizdan liderlik qobiliyatini talab qiladi, to'g'rimi? O'zi umuman mana o'zingiz hali yoshsiz, kichkinasiz. O'zingizni tengdoshlaringiz bilan ishlash, bu qanaqa sizga mas'uliyat, hayajon yoki bo'lmasam qanaqa bir hissiyotni beradi? O'zi umuman yoshlar bilan ishlash juda ham ilhomlantiruvchi men uchun, chunki o'zimni tengdoshlarim bilan ishlash yanada ham hayajonliroq, chunki hammamiz IT ni bilamiz, hammamiz sun'iy intellektni bilamiz, lekin ko'plarda confidence, ya'ni o'ziga ishonishmaydi, o'zini loyihalarini qanaqasiga qurishni bilishmaydi. Shunga o'xshagan juda ham ko'p muammolar paydo bo'ladi va aynan shu muammolarni yechish, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish va ozgina bo'lsa ham o'zimni tajribam bilan ulashish men uchun juda ham ilhomlantiruvchi. Misol uchun o'zim o'tkazgan tadbirimda, ya'ni maktabimda o'tkazgan tadbirimda 200 dan ko'p qizlar kelishgan. Har xil maktablar, universitetlar va endi karyerani boshlaydigan qizlar kelishdi. Ular hammasi oldimga kelib so'rashgan: "Kamila, men mana shu sohadaman, data science-daman, qanaqasiga men ish topishim mumkin yoki qanaqa skilllar hozirgi 21-asrni, hozir 2026-yil juda muhim?" va shunga o'xshagan savollar juda ko'p keladi va shu savollarga javob berib, ularga qanaqadir ma'lumot va foyda keltirganini juda ham qanaqa aytsam bo'ladi, o'zimga ilhom beradi va yanada ham ko'proq tadbirlar o'tkazish, yanada ham ko'proq ta'limiy loyihalar va mobil ilovalar va platformalar yaratish ilhomini beradi. Bunaqa qobiliyat bo'lish uchun tabiiyki bir oiladagi muhitdan rol o'ynaydi, to'g'rimi? Oilangiz haqida ozgina gapirib bering, ota-onangiz, o'zingizni aka-ukalaringiz. Ota-onam juda ham yordam beradi, ya'ni ular har doim meni qo'llab-quvvatlaydi. O'zi ota-onam aynan shu digital raqamli sektordan kelishgan. Oyim professorlar ushbu sohada, dadam ham ushbu sohada ishlaydi va ular tushunishadi shuni va juda ham qo'llab-quvvatlashadi. Aynan shu sababli men aytsam bo'ladi, shunaqa yutuqlarga erishganman, chunki
Nafaqat O'zbekistonda, balki umuman hamma yerda ota-onalar sal bunaqa bo'ladi-da. Misol uchun IT sohasini unchalik tushunishmaydi yokida stabilniy o'zingga ish top deb aytishadi. Asosan qizlarga ham. Misol uchun doktor bo'l yokida ustoz bo'l deb aytishadi. Ammo meni ota-onamga o'xshagan ota-onalar yanada ham ko'proq o'zlarini bolalarini va aynan qizlarini qo'llab-quvvatlashsa, menga o'xshagan juda ham ko'proq qizlar o'zini potensialiga erishadi va topishadi o'zini yo'lini va shu bilan mamlakatga yordam berishadi deb o'ylayman. Undan tashqari maktabim va Women in Tech kabi hamjamiyatlar ham meni juda ham qo'llab-quvvatlashadi. Meni g'oyalarim, qanaqa o'zim xohlagan tadbirlarni, qanaqadir yangi perspektivalarni olib kelganimda har doim qo'llab-quvvatlashadi va imkoniyat yaratib berishadi. Misol uchun maktabimda ham juda ham ko'p ma'lumot berishadi. Qanaqasiga koding, web platformalarni qanaqa qurish, mobil ilovalar, sun'iy intellekt, hattoki shu sferalarda bizga ta'lim berishadi. Women in Tech kabi hamjamiyatlar menga partnyorstvo, hamkorlik, liderlik va shunga o'xshagan ko'p tajriba beradi va aynan shu tajriba bilan keyinchalik o'zim o'ylaymanki, tech diplomat bo'laman. Ya'ni hozir o'zim lider bo'lib, aynan shu texnologiya sferasida, keyinchalik ham yangi kelib kelgan major, ya'ni yo'nalishda, ya'ni tech diplomacy yo'nalishida ham o'zimni karyeramni qurishga maqsad deb qo'yganman. Hozircha bu menimcha yo'q, bunaqa. Hozir bor. Aynan bizani global direktorimiz ham ushbu institutni qo'yganlar ishga, Tech Diplomacy Institute. Aynan menga o'xshagan yoshlar, qizlar tech ham texnologiyalar ham umuman xalqaro maydonda xalqaro munosabatlar, aloqalarga qiziqishadi va aynan shu sohalarning ikkalasini ulab juda ham yaxshi narsa kelib chiqadi. Ya'ni ko'p insonlar o'ylashadiki, IT insonlar, ya'ni faqat kodlab o'tirib o'zini ofislarida o'tirishadi, hech kim bilan gaplashmaydi yokida naborot qanaqadir injeneriy juda qiyin bo'lgan deb o'ylashadi va menga o'xshagan qizlar nafaqat shu koding yokida robototexnika sohalari, balkim ularni ko'proq o'zini tengdoshlarini yokida xalqaro arenada ham, misol uchun O'zbekistonni ko'rsatish, O'zbekistonning IT sohasida ko'rsatishni ham orzu qilishadi. Shu. Bugungi qizlar shu orzu qilishyaptimi shunday? Misol uchun men juda ham orzu qilaman va menga o'xshagan ko'p yoshlar bor deb o'ylayman. Misol uchun shu Fransiya va Qozog'iston davlatlariga borib keldim va juda ham yoqdi. Aynan texnologiya sohasida O'zbekiston ham rivojlanyapti, juda ham katta yutuqlarga erishyapti va shuni xalqaro arenada ko'rsatish, namoyon etish sharafiga ega bo'lish juda ham faxrli va keyinchalik ham aynan shu sohada, ya'ni xalqaro sohada texnologiyalarni rivojlantirish maqsad deb qo'yganman. Bugun tengdoshlaringiz o'rtasida, mana o'zingizdan kelib chiqib aytaylik, atrofingizdagi tengdoshlaringiz o'rtasida, umuman maktabingizdan tashqarida qizlarning ITga bo'lgan qiziqishini qanaqa baholayapsiz? O'ylaymanki, hozir trend kelyapti, ya'ni IT, digital marketing, digital audience kabi raqamli sferalar bizga trend bo'lib kelyapti. Sotsial tarmoqlarmi yokida IT parkga o'xshagan local shunaqa binolarda nafaqat Toshkent, balki butun viloyatlar bo'yicha ham qizlarni aynan shu IT sohasiga jalb etish trendi kelyapti va ko'p qizlar nafaqat endi doktor yoki ustoz yoki qanaqadir qo'l mehnati, balki o'ziga yoqadigan STEM sohasi, ya'ni fanmi, texnologiyalar, muhandislik, matematika hattoki ko'p qizlarga qiziqyapti. Shuni trend bo'yicha ko'rishimiz mumkin va bilsangiz, hozir 2025-yil O'zbekistonni aynan raqamli sektor adashmasam 100-joydan 52-joyga tushdi, ya'ni ayollarni raqamli sektorda ko'payishdi. Ko'tarildi. 100-dan 52-joyga ko'tarildi va bu juda ham ilhomlantiruvchi va faxrli ko'rsatkich raqam. Chunki bu
shu ko'rsatyaptiki, ayol xotin-qizlarimiz aynan shu IT sohasida, IT government sohasida o'z ishini topishyapti, karyerasini qurishyapti va universitetlarda ham ushbu sohalar bo'yicha o'qishayotganini ko'rsatyapti. Tanlagan yo'lingizda siz uchun eng yoqimli narsa nima va sizni nima ilhomlantiradi? Eng yoqimli narsa bu nafaqat o'zimni STEM sohasida, ya'ni fan va texnologiya sohasida o'zim yaxshiligim yokida texnologik shunaqa advanced knowledge'ga ega bo'lishim, ya'ni kodlashni bilaman, o'zim sun'iy intellekt sohasida, data science va machine learning kabi sohalarda o'zim yaxshi ma'lumotga ega bo'lyapman va hozir ta'lim dasturlarida qatnashyapman. Undan tashqari o'zim tadqiqotlar olib boraman va ushbu tadqiqotlarni xalqaro maydonda ko'rsatish va xalqaro o'zim tengdoshlarim, mentorlar bilan gaplashish juda ham yoqimli va faxrli va aynan ushbu soha keyinchalik yanada ham ko'proq rivojlanadi va menga o'xshagan ko'p insonlar xalqaro maydonda ham aynan IT sohasini o'qishadi va IT sohasida karyera topishadi va o'zim keyinchalik ham shu yoqimli va faxrli deb hisoblaydigan narsam aynan shu xorijda STEM va IT sohasida ega bo'lgan malakam va tajribamni O'zbekistonda ham yo'lga qo'yish maqsad deb qo'yganman. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? 5 yildan keyin o'zim universitetda o'qiydigan, ya'ni albatta universitetda o'qishni orzu qilaman, ya'ni Stanford, MIT, Caltech kabi universitetlarda o'qimoqchiman va 5 yildan keyin получается 20 yosh bo'laman, 3-kurs atrofida bo'laman va o'sha paytda o'zim endi qanaqadir startapim muvaffaqiyatli ishlayotgan, ko'p insonlarga foyda keltirayotgan va startaplarim ko'p yaxshi Google'ga o'xshagan hamkorlarga ega bo'lgan va o'zim IT sohasida ma'lumotlar, o'zim IT sohasida bo'lgan salohiyatim yanada ham kattaroq va yaxshiroq deb o'ylayman bo'ladi. Qizlarga, bugungi tengdoshlaringizga yoki o'zingizdan kichkina qizlarga bugun nima deb aytgan bo'lardingiz? Men aytmoqchi bo'lgan narsam aynan qizlarga bu hech qachon qo'rqmaslik. Ko'p qizlar uyaladi yoki qo'rqadi. Hech qachon qo'rqmanglar va aynan yangi narsalarni tajribaga ega bo'lish, yangi narsalarni o'zini karyerani qurish, qo'rqmaslik, chunki vaqt bor va ushbu vaqtdan foydalanganda ITmi, marketingmi yoki umuman fan sohalarimi o'zini yo'lini topishga undagan bo'lardim. Ya'ni o'zini qiziqishlaridan kelib chiqib karyerani qurish maslahat berardim, chunki ko'plar qiziqib bo'lmagandan keyin 5 yildan keyin tashlab qo'yishadi. Qizlar esa aynan sohasini topib, ideal sohasini topib, ushbu sohada raqobatbardosh, xalqaro o'rinda raqobatbardosh bo'lishni, o'zini rivojlantirishni maslahat berardim.